10 atmosferagacha turbada suvni ushlab turadi. Plus minusi bor. Keyin bu yerda barkodi bor. Barkodni o'qigandan keyin apparatda o'sha signal keladi. Necha gradus, qancha vaqt qizdirishini. Kodini o'qidi. Bu turbani qalinligiga qarab necha minut ko'proq ushlab turishi shunga hisobga olinar ekan. Deylik turba qalin bo'lsa 5 minut yoki 3-4. Undan keyin orqaga qarab muzlatish boshlaydi. Bu sistema ham isitadi, keyin ulab bo'lgandan keyin muzlatish boshlaydi. Paliv sistemani oxirgi tochkasi. Oxirgi tochka yopilib chiqadi har bittasini. Bu suvni tozalash uchun. Palivga suv berishdan oldin bu yerda hamma suv chiqib tozalanadi. Buni ham turbalarning hammasi paliv sistemasi turibdi.